metro yaqinidan 2 xona ta'mirlangan uy so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 6-kvartalda 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimizning zal qismi va bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Bejirim suratlari va barcha mebel jihozlari bilan birgalikda. Ushbu uyimizning umumiy maydoniga keladigan bo'lsak, 48 metr kvadrat. 4 qavatli binoning 4-qavatida bu yerda oshxonamizning o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirib, oshxonamizni esa balkon qismimizga ko'chirishgan. Bu yerda balkonimiz razmeri 1,5 ga 3 metr bo'lgan. Oshxona qismimizga o'zgartirilgan. Ushbu uyimiz ko'rib turgan barcha mebel va jihozlar bilan birgalikda sotiladi. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish o'zining razveniy sanuqjali bilan ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, G'ofur parkining ro'parasi Mirzo-Ulug'bek metrogacha 200 metr masofada ushbu joylashgan uyimizni egalari 69,000 AQSh dollar baholashmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.